Har bir odamning qo'lida mana shunday cho'tkasi bo'lishi kerak. Korobkadan keyin pichog'i bo'lishi kerak, qo'yrog'i bo'lishi kerak. Qo'yrog'ingizni ham chiqaring deydi. Mana qo'yroq tosh. Mana shunday ovg'on pichoq bo'lishi kerak. O'zbekistonda yasalgani bo'lmaydi. Afg'onistondan yasalgani haqiqiy kovrakka mos bo'ladi. Mana shular. Bunda kiyim cho'tka kerak. Kiyim cho'tka bilan tozalanadi kovrak. Qoni bor aka ko'rsating qon. Mana. Tuklar yulinadi. Mahsulot toza chiqish uchun cho'tkalanma bor aka. Mana shunday. Keyin astagina kesiladi mana. Hop va keyin ustidan korobkasi qo'yib qo'yiladi. Quyoshdan himoya qilish uchun. Mana. Bo'ldi. Keyin ustiga yana shirasi terilib, shu joydan kesiladi.